Ikkinchi o'yinga o'tganinglar bilan hammalarni tabriklayman. Ana endi sizlar 500 million so'mga yanada yaqin keldinglar. Xursand bo'lishga shoshilmaysizlar. Ikkinchi o'yinni boshlashdan avval sizlarga 10 daqiqa vaqt beraman. Shu 10 daqiqa ichida 17 tadan 3 ta jamoaga bo'linishinglar kerak bo'ladi. Va har bir jamoadan bittadan sardor tanlashinglar kerak bo'ladi. Sardor va jamoa tanlashda e'tiborli va diqqat bo'ling. Chunki ular sizlarning taqdiringlarni hal qilishi mumkin. Chotki bo'ladi. Yondiramiz. Oldinda ulardan nima kutayotganini hali o'zlari ham bilish. Demak, tayyor bo'lsanglar, jamoa sardorlarini tribunaga taklif qilaman, marhamat. Jamoaga bo'linib sardor tanlashinglarda e'tiborliroq bo'linglar deganim va albatta sardorlar hozir sizlarning taqdiringlarni hal qiladi. Oramizda o'g'ri bor. O'g'ri bugun yutuqqa qo'yilgan 500 million so'mdan naqd 100 million so'mini o'zi bilan olib ketmoqchi. Sababi har bir jamoa sardori oldida knopkalar joylashgan. Ekranda esa 0 dan 100 million so'mgacha pul mukofoti ko'tarilib boradi. Qaysi jamoa sardori birinchi bo'lib knopkani bossa, bosilgan paytda ekranda ko'rsatilgan hamma pullarni o'zi bilan olib ketadi. Yetmaganiga o'z o'yinda qoladi, jamoa a'zolarini esa o'yindan chiqarib yuboradi. Agar hech kim knopkani bosmasa, hammalar yana biz bilan 500 million so'm uchun kurashishni davom ettirasiz. Bu o'yinda kimdir o'yindan chiqib ketishi muhim emas. Kim qanchalik o'z jamoasini o'ylashi muhim va qanchaga sotishi muhim. Hozir pul ko'tarilganda ko'ramiz kim nafs bilan kurasha oladi. Moshinaga nech pul rasxod qiladingiz? 2000 ga yaqin. 2000 ga yaqin o'sha puli chiqib bo'ldi, chunki orqasiga pul 35 millionga chiqyapti. Bitta bosasiz bo'ldi, 35 million o'zingiz bilan olib ketasiz, o'yinni davom ettirasiz. Tasavvur qilasizmi? Nah, 40 millionga yaqinlashyapmiz aka. Menimcha yoshi orasida qotasiz ekansizda. Menimcha bola chaqa uyda mana ayolingiz kutyapti. Nah, 40 million so'mga chiqdi. 40 million so'm bilan ketish maza emasmi? O'yinni davom ettirasiz. 46 million? Yo'q-e? 50 millionga chiqqandami? Jamoa sardorlari 50 millionda ham, 60 millionda ham, 70, 80, 90 millionda ham jamoa a'zolarini sotishmadi. Lekin pul mukofoti 100 million so'mga chiqqanida esa hammasi boshqacha bo'ldi. 100 million so'm beraman. Ya'ni 100 million so'm o'zingizlar bilan olib ketishingiz mumkin. Jamoani tanlaysizmi? Jamoani tanlaymiz aka. Sizga ham shu taklif. 100 million so'm o'zingiz bilan olib ketmoqchisiz. Bundan ko'ra tanishib qo'ygan. O'sha gap, 100 million so'm topish oson emas. Balki birorta ishlaringizga yopilishiga yordam beradi. 100 million. Demak, biz davom etamiz. Har bir sardor bor yo'g'i bir necha soat oldin tanishgan jamoa a'zolari uchun naqd 100 million so'mdan voz kechib haqiqiy qahramonlikni ko'rsatishdi. Bu esa jamoaviy ruh shakllanishiga va insoniyat pul uchun hamma narsaga tayyor emasligini yana bir bor isbotladi. 100 million uchun kelgan.